10-chi bob. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Amonlarning podshohi Naxash vafot bo'ldi. Uning podshohlik o'rniga o'g'li Xanun chiqdi. Davud Xanunning otasi Naxash menga mehr shafqat ko'rsatganligi uchun men uning o'g'li Xanunga mehr shafqat ko'rsataman deb o'yladi. Davud uningga tasalli berish uchun elchilarini avatdi. Elchilar Amonlarning zeminiga kirganda Amonlarning amaldorlari g'o'jisi Xanunga Davud bu yerga hol so'rg'ili odam avatibdi. Sizlarcha u otalarning hurmatini qilayotganmidi? Uning elchilarining bu yerga kelishdagi maqsadi bu shaharni tekshirib, poylab chiqib, ondan keyin shaharni ishg'ol qilish deb o'ylamamla deydi. Shuningdan keyin Xanun Davudning elchilarini tutib elib, ularning yuzlarining bir tarafidagi soqol burutlarini tushirdi. Yani ularning to'llarining osti tarafidan yongpashlargacha bo'lgan qismini kesib etib, ondan ularni qo'g'libatdi. Davud elchilarning ahvolidan xabar topgandan keyin ularni kutib olishga oldiga odam avatdi. Elchilar to'limi izza ahonatda qolgan edi. Podsho elchilarga sizlar Irixa shahrida turib, soqol burutinglar o'sgandan keyin qaytib kelinglar deb so'z avatdi. Amonlar o'zlarining Davudni ranjitib qo'yganligini bilib, Bayt Rehob va Zobaxdagi Suriyaliklardan 20 ming piyoda lashkar, Maaka podshohidan 1 ming lashkar, to'pluqlardan 12 ming lashkar yollab oldi. Davud bu xabarni anglab, İsrailiyaning butun qo'shinini Yoabning boshchiligida ular bilan urush qilishga chiqadi. Amonlar poytaxt Rabba shahridan chiqib, shahar darvozasining oldida sap tuzib turdi. Zoba va Rehobdagi Suriyaliklar, to'pluqlar va Maakaning odamlari bo'lsa, dalada ayrim bir qo'shin bo'lib turdi. Yoab o'zining oldi kaynidan hujumga uchraydiganligini ko'rib, İsrailiyaning bir qism xil lashkarlarini tanlab, ularni Suriyaliklarga qarshi safga turg'izdi. Qolgan odamlarini bo'lsa, aksi Abishayning boshqarishiga qo'ydi. Abishay ularni Amonlarga qarshi jangga tayyor qildi. Yoab Abishayga: "Mubada Suriyaliklar mendan kuchlik chiqsa, sen menga yordamga kel. Mubada Amonlar senden kuchlik chiqsa, men sana yordamga boray. Jasoratlik bo'l. Xalqimiz va Xudoyimizning shaharlari uchun jon tikib urush qilayli. Parvardigorning irodasi bajo bo'lg'ay", dedi. Yoab va uning odamlari ilg'irlab berib, Suriyaliklarga hujumga o'tishga tayyor bo'ldi. Suriyaliklar ularning oldida qochdi. Suriyaliklarning qochqanligini ko'rgan Amonlarmu Abishaydan qechib, shaharga qaytib kirib oldi. Shuningdan keyin Yoab Amonlar bilan jang qilmay Yerusalimga qaytib ketdi. İsraillardan yengilganligini bilgan Suriyaliklar yana qo'shinlarni yig'ishdi. Podshoh Hadadezar Firat daryosining u tarafidagi Suriyaliklarga odam avatib, ularni yo'tkab keldi. Ular Hadadezar qo'shinining bosh sarkarchisi Shobaqning rahbarligida Xelam shahriga urushga keldi. Buningdan xabar topgan Davud İsrailiyadagi lashkarlarning hammasini yig'ib, Yordan daryosidan o'tib Xelamga keldi. U yerda Suriyaliklar sap tuzib, Davudga qarshi jangga atlandi. Vaholanki Suriyaliklar İsraillarning oldidan yana qochdi. Davud Suriyaliklarning jang horisi haydaydigan 700 lashkarini va 40 ming otliq lashkarini o'ltirdi. Davud yana Suriyaliklarning qo'shinining bosh sarkardisi Shobaqni yorlandirdi. U shu yerda o'ldi. Hadadezarga tava podshohlarning hammasi o'zlarining İsraillardan mag'lub bo'lganligini ko'rib, ular bilan sulh tuzishib, İsraillarga el bo'ldi. Shuningdan keyin Suriyaliklar Amonlarga yordam berishdan qo'rqib qoldi.